Nima uchun keldik? Shariatni bir ko'rsatmasini amal qilish uchun keldik. Endi mana bu yerda tanalarimiz ozgina oziq olgani kabi ruhimiz ham biroz oziq olish kerak ekan. Agar tana oziq olursa, ruh oziq bo'lmasa, bahoyim bo'lib qolamiz. Bahoyimni Xudo asrasin, hayvonlarni aytadi. Nimaga? Chunki hayvonlar tabiati shu. Dunyoga keladi, yeydi, ichadi, nasl qoldiradi, bo'ldi, dunyoda o'tib ketadi. Agar hozir farazan bu yerga kelib hammamiz yeb ichib turib ketaversak, bo'ldi, nima farqimiz bor, Alloh saqlasin. Asosiy maqsad uy kelib sho'rvasini, oshini yeb ichmas. Maqsad mana shu yerda to'planib, kimnidir ko'rish, kimnidir diydorlashish yoki o'zimizga ikkita so'zga amal qilish uchun foydali gap olsak, shuni inshaalloh foydali bo'ladi. Bugun inshaalloh rizq haqida gaplashamiz. Hammani problemasi edi bizda. Muammosi bugungi kundagi hammani qiynayotgan narsa rizq. 5 yoshli bolada ham o'sha muammo rizq. Ertaga vafot etasan degan odamda ham rizq. Nimaga? Savol. Rizq deganda biz faqat mol dunyoni, pulni tushunib qolganmizda, shuning uchun rizq desa faqat shuni tushunyapmiz. 5 yoshli bola qanaqa rizq tashvishi bor? 5 yoshli bolaga borib telefon o'ynayotgan bo'lsa, olib qo'yingchi telefonni. Nima qilarkan? Baqirib olib kel deydi. Ana shu ham rizq bo'ladi. Rizq degani inson dunyoda topishi mumkin bo'lgan har qanday narsa rizq bo'ladi. U xoh sog'lik bo'lsin, kasallik bo'lsin, kasallik ham rizq. İnsanların yaxshi so'zlari bo'lsin, yomon so'zlari bo'lsin, hattoki birov kelib basharamizga o'g'irib qo'ygani ham rizqimizga. Rizqimiz qachon yozilgan? Xotirjam bo'lish uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda muborak aytadilarki, banda onaning qonida 121 kunlik, 4 oy 10 kunlik bo'lar ekan, farishta unga keladida rizqini hammasini yozib ketadi. Farishta yozib qo'yadi, o'sha kun onani qornida yozilgan peshonasiga taqiladi. Balon falonchi banda, falonchining o'g'li, falonchi yilda yashaydi, am shaqiyun aw sa'id deganlar. Baxtli, baxtsiz bo'lishini peshonasiga yozib ketadi, o'sha kunda aniq degan. Mana shu rizqimiz avvaldan hammasi 2-2-4 bo'lsa bo'lgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki, Estaizu billah va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Eshitib qo'ying. G'am qilayotganlar, narxi oshib ketdi, endi nima qilaman deb turganlar, mashinani ko'p olib qo'yib, mashina tushib ketdi, endi nimani g'am qilaman deyotganlar, to'rtta farzand bor, buni qanday joy qilaman ekan, qanday uylantiraman ekan, bularni katta qilish, deb turib g'am tashvish qilayotganda